Fitna serialining ikkinchi mavsum 15-qismi 2025-yil 19-dekabr kuni soat 19 da Mening yurtim telekanalida namoyish etiladi va bu epizod voqealar rivojiga yangi keskinlik olib kiradi. Syujet tobora chuqurlashib, qahramonlarning oldingi tanlovlari qanday oqibatlarga olib kelishini yaqqol ko'rsatadi. Serialning kuchli tomoni shundaki, u murakkab xarakterlar va ichki ziddiyatlardan qo'rqmaydi. Har bir yangi qismda tomoshabin nafaqat tashqi voqealarni, balki qahramonlarning ruhiy holatini ham kuzatadi. Shu sababli Fitnash oddiy dramatik hikoya emas, balki o'ylashga undovchi asarga aylanadi. Ikkinchi mavsumning 15-qismi rejissura va ssenariy jihatidan puxta ishlangani bilan ajralib turadi. Ortiqcha sahnalar yo'q, har bir kadr umumiy muhitni kuchaytirishga xizmat qiladi. Aktyorlar ijrosi esa samimiy va ishonarli bo'lib, serialga bo'lgan qiziqishni yanada oshiradi. Umuman olganda, Fitna sifatli syujet va mazmunli dramatik yechimlar orqali o'z darajasini saqlab qolmoqda. Ushbu qism tomoshabinga kuchli taassurot qoldirib, keyingi voqealarni intiqlik bilan kutishga undaydi.